Telefoningiz zaryadkasi bir kunga ham yetmayaptimi? Hozir mazkur telefoningiz zaryadkasini bemalol bir kunga yetadigan qilishni mana shu 3 ta modelni o'rgatib qo'yaman. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi bo'lib Samsung telefonida ko'rsataman. Batareyaga kirib olamiz. Nastroykadan bu yoqdan mana shu защита akkumulyatori yoqasizlar. Buni ustiga bitta bosadigan bo'lsanglar, maksimalli joy bor. Xuddi shu joyni yoqib qo'yib, bemalol telefoninglarni kechqurun ham zaryadga qo'yib qo'yasizlar. Akkumulyatorlar uzoq muddatga yetib beradi. Va bitta orqaga qaytib mana shu energiya tejashni ham yoqib qo'yasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin 10 soatida 12 soat bo'ldi. Endi mana shu 10% lik zaryadkam bilan bemalol kechgacha yetib olaman. Endi bo'lsa iPhone telefonda nastroykadan akkumulyatorga kiramiz. Bu yoqdan birinchi dini hamda ikkinchi dini yoqib qo'yasizlar. Birinchisi esa ko'pchilik mana shu foizni ko'rsatadiganni o'chirib qo'ygan bo'ladi. Endi foizni ham mana ko'rsatib turadi. Bu yoqdan zaryadka joyiga bosamiz. Mana shu narsani yoqib qo'ysanglar, bunda ham telefoninglarni bemalol xohlagan paytingizda zaryadga yetkazib chiqarib olasizlar. Hech qanaqa akkumulyatorga zarar yetmaydi. Faqat telefoninglarni iloji boricha 100% gacha to'ldirmanglar, 90-95 qilib yuringlar, hamda 0 gacha qilib zaryad to'ldirmanglar. 10-15 ta bemalol zaryadga qo'ysanglar, yo'nqisli ham tushib ketmaydi, akkumulyatori ham umri ancha uzoq bo'ladi. Endi Redmi telefondan ham batareyaga kiramiz nastroykadan va bu yoqdan ko'rishingiz mumkin, mana shu stabilnostda turgan bo'ladi. Shuni o'rtaga qo'yib qo'yamiz va OK bosamiz. Bu yoqdan parametri zaryadkaga bosamiz va bu yoqdan mana buni ikkinchiga o'tkazib qo'yasizlar. Дополнительный funksiya joyiga bitta bosamiz va bu yoqdan mana shu nikakda turgan bo'ladi. Shu narsani 10 minutga o'tkazib qo'yasizlar va bitta orqaga qaytasizlar. Endi akkumulyatorlar bemalol uzoq vaqtga yetadi. Redmichilar bemalol iPhonechi do'stinglarning zaryadkasini o'zingizlarga ham tortib olsanglar bo'ladi. iPhonening zaryadkasini tiqamiz, bu yoq uchini bo'lsa Redmiga tiqamiz. Qarabsizlarki, telefoninglar zaryad oladi. Hoziroq bu videoni saqlab, Redmicha, Samsungcha hamda iPhonechi do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Smartfonlarning eng zo'r narxi bo'lsa, Open Shopdan xarid qilsangiz bo'ladi.